Assalomu alaykum hurmatli Qarim Smart obunachilari. Bizda S21, S15, Redmi Note 13, Xiaomi 13 Lite va Tecno Pova 5 modellarimizni bir qator narxlar bilan olib chiqamiz. Hamda yangi telefonlarimiz Smart 9 hamda Infinix Hot 50i modeli. Bir yil kafolatlarga ega bo'ladi bular. Xo'p, birinchi telefonimiz do'stlar S21. Ko'pchilik buni sevadi. Ancha ixcham, zo'r ishlaydigan telefon. Telefonimiz ekranlari toza, основной fon degan narsalar yo'q. Imek ro'yxatlardan o'tkazilgan bitta sim kartali bo'ladi. 256 talik xotira bo'ladi bular. Ishlashlari juda tez. Chustre telefon 8 ga 256 talik xotira. Batareyka quvvatlariga keladigan bo'lsak, batareyka quvvatlari 4000 mAh batareyka bo'ladi. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, 2 350 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'ladi dastavkalar bor. Keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S10 5G. Bu 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. Bu ham 5G qo'llab-quvvatlaydi, aytib o'tganman. Hop, 8 ga 256 talik xotira bo'ladi bunimiz ham do'stlar. Hop, bunimiz 4,5 mAh batareyka, bitta sim kartali 5G qo'llab-quvvatlaydi. Bunda oz-moz fon degan narsa bor. Mana ekranga soya tushib qoladi. Buni bilasizlar, Espart ishlatadiganlar. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxi 2 million so'm, oxirgi narxi. Redmi Note 13 ham so'raganlar bor do'stlar. Redmi Note 13larimiz 8 ga 256 talik, korobka dokument yo'q. Do'kon tomonidan обязательно garantiyalar beriladi. Holatlari yaxshi holatda. Telefonimizning narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 650 ming so'm qilib beramiz do'stlar. Bu ko'ki ham bor. Bu 6 ga 128 talik, 1 million 550 ming so'mga do'stlar. Bu 256 talik uchun 1 million 650 ming so'm. Korobka dokumentlari yo'q bo'lsa ham do'kon tomonidan обязательно garantiyalar beriladi. Bunimizning narxi 1 million 550 qilib beraman. Keyingi modelimiz ixcham yengil telefon Xiaomi 11 Lite modeli, 6 ga 128 talik, imek ro'yxatlarida o'tkazilgan, tayyor holatda alishib netgan joylari yo'q. Xudo xolasa yaxshi xizmatlarni qilib beradi. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimizning narxi 1 million 350 ming so'm qilib beramiz. Tecno Povaga qiziqadiganlar bo'lsa, Tecno Pova 5 8 ga 256 talik full komplet holatda, ya'ni korobka dokument zaryadchilarigacha bor. Ko'rishlar mumkin. 6 mAh batareyka bo'ladi do'stlar. Batareykasi holatlarni ham ko'ringlar. Korobka dokument, imek ro'yxatlaridan o'tkazilgan tayyor holatda. Xo'p, keyin yangi telefon Redmi ham ko'rsating desanglar, mana Redmi Note 14 modelimiz ham kelgan do'stlar bu yerda. 6 ga 128 talik xotira bo'ladi. Imek ro'yxatlaridan o'tkazilgan tayyor holatda bo'ladi. Xo'p, keyingi modellarimiz Redmi 14C va Redmi A5larimiz ham bor. Kelgan do'stlar. 1 yil kafolatga ega bo'lgan. 256 talik xotira bo'ladi. 5160 mAh batareyka bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Yangi pachka. Telefonimiz narxi 1 million 850 ming so'm do'stlar. Keyingi modelimiz arzonchi model Redmi A5. Bunimiz 128 talik qoldi. 110 dollarga. O'zbekiston 12 viloyati dastavkalar bor. Bemalol aloqa chiqsanglar bo'laveradi. Manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Makro 2-qavat, 21-do'konga kelsanglar bo'laveradi bemalol. O'zbekistonning 12 viloyati dastavkalarimiz ham bor. Telefon raqamlarimiz 91 061 0216 hamda 77 295 0100 raqamlariga bemalol aloqa chiqsanglar bo'laveradi. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.